Shaxmatda ko'pchilikni qiziqtiradigan savol bor. Ikkita fil kuchlimi yoki bo'lmasam filni o'zi deyishimiz mumkin yoki bo'lmasam otlar, balkim bitta otni o'zi fildan kuchlimi? Mana shu savolga qaysidir ma'noda mana shu ko'rib o'tadigan partiyamiz hozirgisi qisman javob beradi. Gap 1933-yil to'g'risida ketmoqda. Ta'kidlab o'taman, mana shu ajoyib kitobdan olinmoqda Sala Florni. Ushbu yilda 1933-yilda match o'tkazilgan Sala Flor degan shaxmatchi hamda jahon chempioni 6-chisi Mixail Nesevich Botvinnik o'rtasida. Ushbu matchning o'tkazilishidan ma'no bu esa rasmiy match bo'lmagan. Sala Flor taklif qilingan Moskvaga va shu joyda match tashkil qilingan. 12 ta partiyadan iborat bo'lgan va ikkala shaxmatchiga ham ushbu match kerak edi. Qaysi ma'noda? Misol uchun Mixail Nesevich Botvinnikka o'sha paytlarda endi kuch chiqqan payti va SSRda qaysidir ma'noda birinchi raqamli shaxmatchi hisoblangan va bittagina qaysidir ma'noda kamchiligi bu ham bo'lsa g'arbdagi bo'lib o'tayotgan yirik musobaqalarda tajribaga ega bo'lmagan. Aynan mana shu jihatdan SSR hamda Botvinnikning o'zi ham ushbu matchni o'tkazishga xohish bildirgan. Va buni opponenti, ya'ni raqib sifatida Sala Flor tanlangan. Sala Flor esa o'sha paytdagi g'arbdagi eng yirik shaxmatchilardan bittasi hisoblangan. Juda ham nozik pozitsion shaxmatchi va shaxmat taxtiga to'g'ridan-to'g'ri da'vogar hisoblangan. Alexin bilan match o'tkazishga jahon birinchiligi uchun imzolangan, hammasi tayyor, lekin afsuski urush ushbu shaxmatchini hamma rejalarini vayron qiladi. Xo'p, demak bu urushdan oldin bo'lib o'tmoqda. Sala Flor to'g'ridan-to'g'ri da'vogar, kuchini yiqqan payti va unga ham mana shu match bo'lib o'tishidan oldin jahon birinchiligidan qaysidir ma'noda mashq qilish kerak va o'z kuchini sinab ko'rish kerak. O'sha jihatdan ham Sala Florga bu narsa kerak edi. Xo'p, match ikki qismga bo'lingan. Birinchi qismi Moskvada bo'lib o'tgan, ikkinchi qismi esa Leningradda, hozirgi paytdagi Sankt-Peterburgda. Va umumiy hisob 6-6 hisobida yakunlangan. Ya'ni 3 marotaba ikkala shaxmatchi ham g'alabaga erishishdan chiqqan bir-birining ustidan. Moskvadagi bo'lib o'tgan qismida Sala Florning qo'li ustun kelgan 3-0. Leningradga kelganda esa Botvinnikning o'zini mana shu odatiy bo'lgan kuchi, tayyorgarlik, faqatgina tayyorgarlik, vatanimsiz mehnat o'zi ta'kidlaganidek natijasini bergan. Va ushbu match o'tkazilishidan oldin Botvinnikning ta'kidlashi bo'yicha 110 ta partiyasidan Sala Florni tahlil qilgan va ipidan ignasigacha ushbu shaxmatchini o'rganib chiqqan. Rostdan ham misol uchun Sala Florni oladigan bo'lsak, umuman xuddi Capablancaga o'xshab hech qanaqangi deyarli shaxmatga yaqinlashmasdan shunchaki tug'ma iqtidori bilan o'ynaydigan shaxmatchi hisoblangan. Debut jihatidan deyarli hech narsani bilmagan bu ham shaxmatchi, faqatgina mana bu yana ta'kidlab o'tmoqchiman, juda ham iqtidorli shaxmatchi bo'lgan. Mana bu tug'ma va shu narsa uni shaxmat darajasini ushlab tura olgan. Ammo lekin yagona kamchilik mana bu psixologik jihatdan biroz kuchsizroq bo'lgan va qaysidir ma'noda agar salgina mana bu omadsizlikka yaqinlashgan sari mana bu Sala Florda o'yin kuchi pasayishni boshlagan. Mana shu narsa albatta hayotiga ham, karyerasiga ham ushbu shaxmatchini ta'sir qilgan. Hozir ko'rib o'tadigan partiyamiz ushbu matchning 6-chisi hisoblanadi partiya jihatidan va Sala Florning ta'kidlashicha bu karyerasi davomida o'tkazgan eng chiroyli endshpillardan bittasi hisoblanadi. Va qanaqangi partiya bo'lganligini hozir ko'rib o'tamiz. Ikkala shaxmatchi ham ta'kidlab o'taman, bir-biriga bo'lgan munosabati juda ham iliq bo'lgan har doim va Botvinnik ham ta'kidlagan o'z paytida Sala Florning partiyalarini mana bu kitob qilib chiqarib SSRga chiqarsak, shaxmatchilarimizga ancha foydasi tekkan bo'lardi. Ya'ni mana bu uchebniy material sifatida. O'z navbatida Sala Flor ham mana shu match yakunlanganidan keyin ta'kidlagan juda ham iqtidorli shaxmatchi va jahon arenasida bemalol berilisha oladigan kuchga ega bo'lgan shaxmatchini ta'kidlagan. Va keyinchalik Flor SSRga kelgandan keyin o'sha jahon taxtiga da'vogar emas, boshqa narsa, misol uchun o'rtasidagi munosabatni bildirmoqchiman. David Bronsteynga qarshi bo'lib o'tgan matchda Botvinnikni aynan sekundantlardan bittasi Sala Flor bo'lgan. Mana shunaqangi ma'lumotlar do'stlar ushbu partiyada qisqachagina o'ylaymanki tanishtirib o'tdim. Nima uchun ushbu match bo'lib o'tgan va nima uchun hisob bunaqangi tarzda yakunlangan. Endi sekin xususan partiyaga o'tamiz va videoning boshidagi savolga javob topamiz. Otlar kuchlimi yoki bo'lmasam fillar.
Agar sizda shaxmat darajangizni kuchaytirish xohishi bo'lsa, u holda sizdan onlayn shaxmat strategiya kursiga taklif qilaman. Ushbu kurs yordamida siz o'yinning o'rta qismida rejalar qanday tuzilishi va pozitsion tushunchalar bilimiga ega bo'lasiz. O'tkir o'yinni yaxshi ko'radiganlar uchun esa kombinatsion o'yin kursi to'g'ri keladi. Bu kursda taktik zarbalar topishni va kombinatsiyalar qanday yuzaga kelishini bilib olasiz. Kurslar haqida ma'lumot hamda ularni xarid qilish uchun pastdagi ssilkaga o'tib, Telegram orqali bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Boshlaymiz bo'lmasam do'stlar ko'rishni. Matchni Moskvada bo'lib o'tayotgan qismi 6-partiya. Bitta g'alabani qo'lga kiritdi Salaflor. Birinchi partiyadayoq va ketma-ket durang bo'lgandan keyin hisob 6-partiyaga yetib keldi. D-tor bilan boshlab bermoqda partiyasini o'z oqlar, ot F6 bilan javob bermoqda Botvinnik, C-tor E6, ot C3 hamda fil B-tor yurishlaridan keyin doskada Nemsovich himoyasi yuzaga kelmoqda. Fers C2 klassik variant, C5, D-C ot A6, A3 filga hujum, almashtirmoqda C3 ketagida Botvinnik hamda piyodani qaytarib yutib olmoqda. F3 bilan javob bermoqda oqlar, E2 E-tor yurishidan keyin kuchli bo'lgan markazni hosil qilishmoqda o'z piyodalar bilan. Javobini esa D6 bo'lmoqda, E2 E-tor, E5 fil E3 hamda fers C7. Javoban kelmoqda ot E2 ketagiga va endi D5 ketagiga butunligicha oqlarni hukmronligiga o'tganligini ko'rmoqdamiz. Aynan E5 yurishining kamchiligi ham mana shunda edi, lekin o'ziga yarasha piyoda ustunliklari bor. Endi C3 ketagidan ot D5 ketagiga qarab tushadi. Fil E6 bilan javob bermoqda qoralar, to'g'ridan to'g'ri xavf yaratmoqda C-tor ketagiga piyodaga hujum qilgan holatda. Keyinchalik ot A-tor hamda fil uradi C-tor yurishi. O'shaning uchun himoyalanmoqda Flor ushbu xavfdan. Qollar esa rokirovka bilan javob berishmoqda, ot C3 rux F8 hamda fil E2. Endi agar hujum qilishadigan bo'lsa, piyodaga otni olib qochgan holatda, u holda javoban rux C1 yurishi bo'ladi va piyodani olish mumkin emas. Agarda oladigan bo'lsa, u holda ot B5 hujumi bor. Filga hujum, fersga hujum. Shuning uchun agarda A5 ga qochib shoh beradigan bo'lsa, u holda B2 B-tor zarbasi bor. Fers uradi B5, fil uradi C-tor, fers C6 va bu yoqda xavfdan qutulishning iloji yo'q, chunki B5 zarbasi bor. Fers o'zini qurbonlik qilishiga to'g'ri kelmoqda o'sha pozitsiyada. Agarda qochishga harakat qiladigan bo'lsa, u holda javoban fil uradi F7 zarbasi bor. Olgandan keyin esa doskadan fers ketadi va material ustunlik to'laqonli oqlarning hukmronligiga o'tadi. O'shaning uchun partiyada Botvinnik A6 yurishni amalga oshirmoqda va mana endi otni olib qochgan holatda C-tor ketagidagi piyodaga rostdan ham hujum qilishni ko'rsatmoqda. Javobini esa partiyada bo'lmoqda rux C1 yurishga. Juda ham muhim yurish, aynan piyodani himoya qilish maqsadida va ot qochgandan keyin partiyada xuddi shunday ham bo'lmoqda. Javobini esa fers D2 bo'lmoqda. Va endi yana piyodani olish mumkin emas. Keling ko'rib o'tamiz. Agarda fil uradi C-tor bo'ladigan bo'lsa, u holda ot D5 yurishi endi shu pozitsiyada Svyazka o'yin taqdirini hal qiladi. Fil hujum ostida himoya qilishni esa iloji yo'q deyarli. O'shaning uchun partiyada fers B8 yurishni amalga oshirmoqda Mikhail Botvinnik va endi rux ko'rmoqdamiz. Hujumga kirganligini fers qochgandan keyin rostdan ham endi piyoda hujum ostida. Ot D5 yurishni amalga oshirmoqda. O'shaning uchun Salaflor va bu yoqda bunaqangi otga chidab turish juda ham qiyin. O'shaning uchun almashtirmoqda doskada o'z filini mana bu D5 dagi otga. Rux uradi C1, fers uradi C1, fers D8, rux C8 yurish orqali liniyani qo'lga olmoqchi. Shuning uchun rokirovka, rux C8, fers D2, fers C7, rux C1 ga va butun boshli figuralar doskani tark etmoqda. Va biz endshpilga qarab o'tmoqdamiz. Partiyada xuddi shunday bo'ldi. Ikkita fil qarshi ikkita otga. Va mana shu pozitsiyadan boshlab Salaflor juda ham nozik tarzda endshpilni g'alabaga olib borishga harakat qiladi. Qollar esa o'z navbatida ikkita ot yordamida himoyalanishga bor kuchi bilan harakat qilish kerak. Va hozir bilib olamiz o'yin taqdiri qanday yakunlanganligini. Shoh F8 hozir yurmoqda Botvinnik, shoh F2, raqiblar markazga olib chiqmoqda o'z shohlarini, shoh E7, fil E3 ga otni B6 ga kelishiga qarshilik ko'rsatmoqda. Shoh D8, shoh E1 ga, shoh C7, shoh D2 hamda ot C5. B2 B-tor haydamoqda ushbu ketakdan otni va bu yoqda nisbatan ta'kidlab o'taman, boshqa yurish bor edi. Ya'ni ot A-tor yurishi. Ushbu yurishdan maqsad fil D1 yurishidan keyin otga hujum qilgan holatda B5 yurishi qollarda bor edi. Va endi agar almashtiradigan bo'lsa ushbu ketakda, to'g'ri kompyuterning bahosi bu yoqda oqlarning foydasiga deb ko'rsatmoqda, lekin amaliyotda bunaqangi endshpillarni yutish juda va juda qiyin. Misol uchun kelish mumkin shoh C3 ketagiga, shoh unda turadi. Mana shu fers va qanotda qo'riqlagan holatda va qanaqangi qilib tarzda
ushbu pozitsiyani qolarnikini buzib o'tish tushunarsiz va juda ham qiyin. O'shaning uchun Botvinnik partiyada ushbu yurishga qarab, ya'ni ot A4ga borishga qarab nisbatan biroz cho'chidimi yoki biron bir narsa yoqmadimi? Har holda otini orqaga olib qochmoqda D7 katagiga. J3 bilan javob bermoqda sekin-astalik bilan Flor va hozir qaysidir ma'noda, qaysidir vaziyatlarda qulay bo'lsa F zarbasiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ot B6 bilan javob bermoqda Mikhail Botvinnik. Qo'rqayotgani yo'q otni almashtirishdan, chunki bu narsa faqat qo'llarning foydasiga. Shoh C2 va bu yoqda yuqoridagi narsa bor edi, ya'ni ot A4 hamda B5 yurishi bu yoqda ham nisbatan ta'kidlab o'taman, yaxshiroq edi. Lekin Botvinnik yana bormayapti, joyida turishdan davom etmoqda. Ya'ni qollarning biron bir faol bo'lgan o'yini yo'q bu yoqda. Faqatgina ular himoyalanishi kerak va himoyani ushlab turishga harakat qilish kerak. Shuning uchun Botvinnik kutmoqda raqibni oldinga borishini va qaysidir amallarni amalga oshirishini. A4 bilan javob bermoqda Flor, hozircha esa ot B6 piyoda hujum ostida va A4 ot orqaga qochish kerak. U holda esa Flor pozitsion jihatdan bitta ustunlikka erishmoqda. U ham bo'lsa ichkariga kirishi mumkin bo'lgan qaysidir variantlarda fil mana bu B7 katagidagi piyodaga hujum qilishi mumkin va bu hujum qilish obyektiga aylantirmoqda. Aynan mana bu piyodani kelishi ushbu piyodani harakatlanmasligi uchun amalga oshirilmoqda. Varosant ham hozir partiya davomida bu narsani guvohi bo'lishimiz mumkin. Fil C1 yurishni amalga oshirmoqda Flor. Javobini esa shoh D8, fil B2. E'tibor bering, aynan mana shu jihatdan Salo Florni shaxmatda juda ham katta ustunligi bo'lgan, uzoq davom etadigan mana bu manyovrli o'yinlarda ushbu shaxmatchi juda ham nozik manyovrlarni amalga oshirgan pozitsion va ko'p shaxmatchilar bu narsaga bardosh berolmagan va qaysidir joylarda xato qilgan va shuning oqibatidan Flor unumli foydalangan holatda ushbu xatodan g'alabaga erishgan partiyalar juda ham ko'p. Ushbu partiya ham ushbu narsadan mustasno emas. Hozir qanday qilib bu narsani amalga oshirayotganligini manyovrlardan tomosha qilamiz. Ot E8. Javobini esa bo'lmoqda shoh D2, ot C7, shoh E3 ga, shoh E7, fil F1, ot B5. Piyoda ham olishdan hech qanaqangi ma'no yo'q, faqatgina bu narsa qollarning foydasiga bo'ladi. Shuning uchun H2, H4, ot C7 hamda fil H3. Endi esa mana bu D7 katagidagi ot qaysidir ma'noda sviaska qilinmoqda va joyida turishga majbur. Endi agar ot tark etadigan bo'lsa D7 katagini, u holda fil C8 hamda yuqoridagi Florni amalga oshirgan ishlari o'z natijasini beradi. Ya'ni B7 katagidagi piyoda yiqiladi. Shuning uchun bitta ot joyiga miqlandi. Botvinnik esa ikkinchi otini harakatga keltirmoqda. Ot E8, F4 zarbasi. Oqlar sekin-astalik bilan oldinga borishni davom etishmoqda va raqibni suksuvang holatiga, ya'ni butun boshli hamma figurasini harakatsiz holatga olib kelmoqchi va piyodali harakatlarni amalga oshirishga majbur qilmoqchi. Endi agar ushbu pozitsiyada oladigan bo'lsa piyodani, u holda albatta bu narsa oqlarning foydasiga bo'ladi. Javobini olishdan keyin shoh D4 ga qarab keladi, piyoda hujum ostida va oxir-oqibat E5 zarbasi berilgandan keyin kuchli markaz oqlarning qo'lida proxodnoy piyoda hosil bo'ladi liniyasi bo'yicha va shu bilan o'yin taqdiri o'z nihoyasiga yetadi. O'shaning uchun Botvinnik majbur bo'lmoqda piyodani harakatga keltirishga. Piyodani harakatga keltirishda nima kamchilik bor deyishingiz mumkin. Har bir piyodani harakatda oqlarni u yoki bu holatda ichkariga kirish mumkin bo'lgan imkoniyatni beradi har doim. Demak, hozir partiya davomida bu narsani guvoh bo'lamiz. Misol uchun mana shu partiyadagi endshpil juda ham namunali endshpil hisoblanadi. Hurmatli tomoshabinlar, o'ylaymanki sizlarga ham foyda keltiradi. Qanday qilib bunaqangi endshpillarni sizni partiyangiz yuzaga kelib qolsa o'ynashingiz mumkin. Fil F5 bilan javob bermoqda Flor. Uje ko'rmoqdamiz piyoda hujum ostidaligini. Endi qorlarda ketma-ket muammolar boshlanmoqda. Bu narsa esa piyodani harakatga kelishidan boshlandi. Endi agar H6 bilan javob berish mumkin-ku deydigan bo'lsangiz, ha mumkin bu narsa, piyoda hujum ostidan qochadi, lekin shohni aynan mana bu kataklar bo'yicha ichkariga kirib olishi va J piyodasiga sekin-astalik bilan yopishi mumkinligini ko'rmoqdamiz. Agarda shoh ichkariga kirib olsa, u holda qollarni shoh ham himoyalashga majbur bo'ladi. Fillar esa erkin harakatga ega bo'lishadi. Uning oqibatida esa boshqa hujum ostidagi obyektlar yiqilishi ehtimoli juda ham katta bo'ladi. O'shaning uchun majbur bo'lmoqda bu yoqda Botvinnik J6 yurishni amalga oshirishga. Bu esa navbatdagi ilojsiz yo'qligidan qilingan yurishligiga qaramasdan kamchilikka, ya'ni pozitsion kamchilikka olib boradi. Fil orqaga qochishga qochadi, figura harakatlanishi mumkin, lekin piyoda orqaga qarab yurmaydi. Endi boshqa narsani yuzaga keltirishmoqchi bu yoqda oqlar.
Keyinchalik balkim F5 yurishni amalga oshirish mumkin va bu yoqda FG yurish orqali almashtirish mumkin piyodani. Yoki bo'lmasam J4 hamda H5 yurishini ham amalga oshirish mumkin. Vaziyatga qarab ikkita reja bor oqlarda va qorlarning harakatlanishiga, reaksiyasiga qarab bu yoqda o'z rejasini amalga oshirish mumkin flor. Javoban partiyada bo'lmoqda H6 yurishi. Bu ham yuqoridagi rejalarga bo'lgan qarshilikni ko'rsatish maqsadida. Ya'ni bitta yurish qilindi, uning orqasidan boshqa yurish ham qilinishga majbur qilmoqda oqlar. Fil C1 yurishni amalga oshirmoqda bu yoqda flor. Endi qulay bo'lgan paytda ko'rmoqdamizki H6 kattagidagi piyodaga mo'ljalni ushlab turibdi. Ot J6 yurishni amalga oshirmoqda Mikhail Botvinnik. Nisbatan ot C7 yurishi yaxshiroq edi, chunki J7 kattagida ot ko'rinib turibdi, shunchaki yaxshi joylashmayotganligini. Lekin bu ham o'yin taqdirini unchalik ham katta farq qiladigan narsa emas. Javoban partiyada bo'lmoqda F yurishi va bu yoqda ham ikkita olish bor. Birinchisi ot E5 yurishi. Nima uchun bunday olish mumkin emas? Chunki fil C8 bo'ladi, yuqoridagi B7 kattagidagi aynan hujum qilish obyekti yiqilishi mumkinligini ko'rmoqdamiz. Ikkinchi olish albatta F olishi. U holda esa shoh kirishi mumkin ichkariga. Agarda qarshilik ko'rsatadigan bo'lsa bu narsaga, u holda fil J5 shoh yurishi o'yin taqdiriga nuqta qo'yadi. Bu yoqda shoh bilan qochadigan bo'lsa, keling ko'rib o'tamiz. Shoh E8 bo'lsa, u holda shunchaki fil J5 bo'ladi va ot qo'liga tushganligini ko'rmoqdamiz va aynan yuqoridagi J7 kattagidagi ot yaxshi joylashmaydigan deganligim mana shu narsalardan bittasi hisoblanadi. Albatta ot bilan yopilishi mumkin. U holda esa fil C8 va yana o'sha B7 kattagidagi kuchsizlik o'z ta'sirini ko'rsatadi. O'shaning uchun partiyada majburiy bo'lmoqda bu yoqda D yurishi. Boshqachasiga iloji yo'q. Lekin bu yurishda ham o'zini kamchiliklari bor. Javoban shoh F3 yurishi bo'lmoqda. H piyodasi hujum ostida. Uni bu yoqda H5 ga ham yurish mumkin yoki bo'lmasam J5 yurish orqali ham himoya qilish mumkin. Agarda shunday bo'lsa, u holda almashtirish yuzaga keladi hamda fil E3 yurishidan keyin bu yoqda quyidagi rejani amalga oshirish mumkin oqlar. Shohni J4 kattagiga qo'yadi. Keyinchalik esa filni oq yo'laklisini H3 kattagidan A4 kattagiga qarab ko'chiradi va sekin-astalik bilan ko'rmoqdamizki, mana bu biron bir fuqarolarning figurasi harakatga kelish mumkin emas bo'lgan holatga keladi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda suksvang holatiga qarab keladi va bu narsa boshqa piyodalarni yurishiga majbur qilishadi. Uning oqibatida esa material yo'qotish yuzaga keladi. Material bo'lmagandan keyin esa albatta g'alaba ham material bor tarafga o'tadi. O'shaning uchun Botvinnik H5 yurishni qilishga yana majbur bo'lmoqda. Partiyada esa fil E3 yurishi bo'lmoqda. B6 yurishiga hamda B7 kattagidagi piyodadan qutulishga imkon berayotgani yo'q. Shoh D6, fil H6. Ot yana hujum ostida. Yana bir bor ko'rsatilmoqda. Mana bu ot J7 kattagida yaxshi joylashib turmayotganligiga. Ot E8, J4 zarbasi berilmoqda. H, fil J4 va bu yoqda ham nisbatan shoh E7 yurishi yaxshiroq edi. Lekin partiyada ot C7 bo'lmoqda. Fil E3 ga, ot B5, ot C3 yurishi xavf solmoqda. Kichkinagina tuzoq qo'ymoqda Mikhail Botvinnik va javoban to'g'ri yurish bu yoqda tanlanmoqda. Shoh E2. Endi agar qoralar ot C3 yurishi bilan javob berishadigan bo'lsa, u holda shoh D3 yurishidan keyin quyidagi kichkinagina taktika amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni ot turadi D3 yurishi. Ushbu yurishdan maqsad, misol uchun bu yoqda shoh E4 yurishi juda ham tabiiy ko'rinishi mumkin. U holda F5 zarbasi amalga oshiriladi va bu yoqda piyodani olish mumkin emas. Agarda florda F5 bo'lishidan keyin u holda ot F6 shoh bo'ladi. Shoh qochgandan keyin esa javoban JF va ko'rmoqdamizki, juda ham ajoyib pozitsiya qoralarda, hattoki ular g'alabaga o'ynashi mumkin bo'ladi. Juda ham aniq yurish ushbu pozitsiyada albatta fil D7 yurishi. Va bu holatda endi biroz pozitsiya o'zgaradi. Shoh D5 bo'lishi mumkin, otni himoya qilish maqsadida. U holda fil E8 hujum qiladi mana bu piyodaga, J piyodasiga. F5 yurishidan keyin fil birinchi bo'lib shoh berish kerak F7 kattagida. Bu juda ham muhim bo'lgan faktor do'stlar. Shoh qochgandan keyin esa mana endi olish mumkin piyodani. F piyodasi hujum ostida. Agarda buni himoya qiladigan bo'lsa, u holda H5 yurishidan keyin H piyodasi o'yin taqdiriga nuqta qo'yadi. Mana shunaqangi kichkina taktikani ko'zlaganida partiya davomida jahon chempioni, hali u paytda chempion emas, shunga qaramasdan. Lekin bu narsaga to'g'ri reaksiya bildirmoqda Salaflor, hammasini yaxshilab hisoblab chiqdi va shoh E2 yagona bo'lgan yurishni partiyada topmoqda.
Botvinnik esa bu narsani ko'rganidan keyin javoban ot C7 bilan javob berishga majbur bo'lmoqda. Partiyada keyinchalik shoh D uchirish bilan javob bermoqda Sala Flor va hozir doskada do'stlar Suksvang holati. Oqlar o'z maqsadiga erishmoqda. Hozir bironta bir figura harakatlanish imkoniyatiga ega emas. Keling birma-bir ko'rib chiqamiz. Agarda D7 ga tegdi figura o'ynaydigan bo'lsa, u holda fil C8 hamda fil uradi B7 material oqlar tarafiga o'tadi. Agarda shoh harakatlanadigan bo'lsa, u holda bu yoqda ham o'ziga yarasha kamchiliklar bor. Shoh sekin-asta bilan ichariga qarab yaqinlashishi mumkin. Bu bitta narsa. Yana boshqa albatta boshqa faktorlar ham bor edi. Undan tashqari ot harakatlanadigan bo'lsa, u holda fil kiradi. Mana bu muhim bo'lgan katakka E6 ga va u katakdan F7 ga qarab o'tishi mumkin va mana bu piyodani yoki harakatlanishga yoki yiqilishga, ya'ni shunchaki yutib olishga majbur qiladi qorlarni. Shuning uchun hozir qorlar bironta bir figurasi bilan harakatlana olmaydi va Botvinnik majbur bo'lmoqda boshqa yurishni, ya'ni piyoda bilan yurishni amalga oshirishga. Bu esa F5 do'stlar. Javoban esa bo'lmoqda EF, GF hamda figurada F5. Uje material ustunlik oqlarning foydasiga o'tganligini ko'rmoqdamiz. Lekin bu vaqtinchalik faktor deyishingiz mumkin. Himoya qilish mumkin albatta, lekin asosiy maqsadi oqlar butun boshli pozitsiyani buzib kirdi. Birinchidan, ikkinchidan H liniyasi bo'yicha prohodnoy piyodani hosil qilishmoqda. Mana shu narsa esa g'alaba qilish uchun bunaqangi darajadagi shaxmatchilarga yetarli hisoblanadi va Sala Flor deyarli durangli hisoblangan endshpilni juda ham ajoyib va nozik manyovrlar oqibatida g'alabali pozitsiyaga olib bormoqda. Lekin Lasker gapirgandek, g'alabali pozitsiyani qo'lga kiritish bitta narsa, uni g'alabagacha olib borish esa bu ikkinchi masala hisoblanadi. Hozir partiya davomida guvohi bo'lamiz. Botvinnik esa qarshilik ko'rsatmoqda piyodaning hozircha harakatga kelishiga. Shoh C4 ga. Endi esa B5 zarbasi xavf solishmoqda. Shuning uchun shoh C6, fil J6, H piyodasi yana harakatga kelishi xavf solmoqda. Shuning uchun B5 shoh yurish orqali javob bermoqda. Shoh D3 ga, ot C7, ot E7 kechirasiz. Fil hujum ostida qochmoqda E4 katagiga va bu yoqda ham ikkita variant bor. Misol uchun D6 ga qochish mumkin shoh. U holda fil B7 yurishi yuqoridagi narsa o'yin taqdirini hal qiladi. Yoki bo'lmasam C7 ga ham qochish mumkin. U holda esa fil J5 yurishi o'yin taqdiriga nuqta qo'yadi. Albatta bu yoqda himoya qilish mumkin otni. U holda esa fil J6 keyinchalik H piyodasi yana harakatga keladi va yana prohodnoy piyoda oldinga qarab o'tib ketadi. Albatta E4 kadagida filni olish mumkin, lekin bu ham mag'lubiyatga olib boradigan yurishlardan bittasi hisoblanadi. Botvinnik esa majbur bo'lmoqda otni D5 ga tagiga olib kelishga. Boshqa variant yo'q. Fil J5 esa u holda bo'lmoqda, ot hujum ostida, chunki svyaska bor bu yoqda ko'rmoqdamiz. Shuning uchun ikkinchi ot kelmoqda H5 ga tagiga ham piyodani harakatini cheklagan holatda. Javoban esa fil F3 bo'lmoqda, ot hujum ostida, ot J3 ga, fil D2 bu ham yagona yurishlardan bo'lgan bittasi hisoblanadi. Uni har holda juda ham aniq yurish desak ham balkim to'g'ri bo'lsa kerak. Javoban shoh D6 hamda oqlar ehtiyotkorlik bilan o'ynashni davom etish kerak. Misol uchun H5 yurishi bo'ladigan bo'lsa, bir qarashda to'g'ri yurishdek ko'rinishi mumkin. U holda javoban E4 zarbasidan keyin javoban fil uradi E4 hamda ot uradi H5 yurishi bo'lishi mumkin. Prohodnoy piyoda doskani tark etgandan keyin o'yin doskani bir qismiga o'tganidan keyin, ya'ni bitta tarafda bitta qanotda o'yin bo'lmoqda. U holda otlar piyoda himoya qilish uchun yetarlicha asosga ega bo'lishadi va partiya durang bilan yakunlanadi. Flor esa oxirigacha ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda hamda fil J4 yurishini amalga oshirmoqda. Shohni hozircha yaqinlashishga xalaqit bermoqda va mana bu E4 zarbasidan qochmoqda. Javoban ot F6, fil hujum ostida, fil C8, A piyodasini qutqarishni endi iloji yo'q. Javoban shoh C6, fil E1 ga hozircha, ot hujum ostida, E4 zarbasi, shoh D4, ot kelmoqda H5 ga tagiga. Va bu yerda bemalol olsa bo'lardi mana bu A6 katagidagi piyodani. Bu ham g'alabaga olib boradigan yurish edi. Lekin Sala Flor biroz nozikroq bo'lgan yurishni topmoqda. Hamda fil F5 mana bu E piyodasi hozir yiqilsa, shu bilan o'yin taqdiri tabiiy holki nihoyasiga yetadi. Shoh D6 bilan javob bermoqda Mikhail Botvinnik, fil D2 va shu bilan o'yin taqdiri Sala Florni g'alabasi bilan yakunlanmoqda. Mikhail Botvinnik o'z mag'lubiyatini mana shu pozitsiyaga kelganda doskada hozir 69-yurish mag'lubiyatini tan olmoqda. O'ylaymanki, sizga tushunarli bu yoqda o'yin taqdiri qanday yakunlanishi mumkin. Keling mayli ko'rib o'tamiz. Ot J7 bo'lishi mumkin. Bu yoqda ham hech qaysi bir figura deyarli harakatlanishi mumkin emas.
Bu yoqda yuqoridagi vaziyatlarga qaraganda piyodalar harakatlanishi ham mumkin. Shuning uchun figura bilan yurish majburiy. U holda fil F4 shoh bo'ladi. Shoh E4 yurishdan keyin esa fil uradi E4 yurishi. Bitta ortiqcha piyoda, ashliyasi bo'yicha proxodnoy piyoda, fil kirishi mumkin avval tekatagiga. Mana bu piyodalarni bir terib o'tishi mumkin. Va o'ylaymanki, bu yog'iga tushunarli bo'lsa kerak, nima uchun Mixail Botvinnik mag'lubiyatini tan olganligi. Mana shunaqangi ajoyib endshpilni birgalikda ko'rib o'tdik do'stlar. Ikki tarixda yashab o'tgan kuchli shaxmatchilar tarafdan. Va qanchalik Sala Flor nafaqat Mittelshpilni debut jihatda albatta unda kamchiliklar bor edi, lekin endshpilda ham juda ham ustalik bilan harakat qiladigan shaxmatchilar qatoriga kirgan o'z vaqtida. Ammo lekin ushbu shaxmatchiga jahon chempioni bo'lish nasib qilmagan. Va o'ylaymanki, videomizning asosiy bo'lgan savoli otlar kuchlimi yoki fillar degan savolga qisman javob oldik. Albatta, ochiq pozitsiyalarda fillarni dominatsiyasi har doim seziladi. Lekin pozitsiya yopilishi bilan otlar esa o'z kuchini ko'rsatishni boshlaydi. Ushbu ko'rgan endshpilimizda esa Sala Flor sekin-astalik bilan pozitsiyani ochishni uddasidan chiqdi. Proxodnoy piyodani hosil qilishni ham uddasidan chiqdi va buning oqibatida doska ochilganidan keyin tabiiy holki fillar o'z kuchini ko'rsatishdi. Va Florning ta'kidlashicha, yuqoridagi ta'kidlaganimdek, ushbu endshpili butun karyerasi davomida eng o'tkazgan nozik hamda xatosiz endshpillardan bittasi deb hisoblayman degan Sala Flor. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. O'ylaymanki, sizlarga ma'qul bo'ldi. Kelasi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.